Ikkinchi jahon urushi boshlanishidan oldin Ispaniyada respublikachilar bilan millatchilar o'rtasida fuqarolik urushi ketayotgan edi. Ushbu urushdan eng ko'p nafratlanganlardan biri Barselonadan chiqqan tovuq fermachisi Juan Puyol Garcia edi. Uning fermasi hukumat tomonidan tortib olingan, onasi va opasi o'g'irlab ketilib, Puyolni esa jangga majbur qilishgan edi. U ikkala tomondagi ekstremizmni yomon ko'rardi. Shu bois Ikkinchi jahon urushi boshlanganida u natsistlarga qarshi nimadir qilishga qaror qildi. U Madriddagi Britaniya elchixonasiga borib, nemislar ustidan josuslik qilishni taklif qildi. Ammo britaniyaliklar shubha qilib, uni rad etdilar. Shunda Puyol boshqa taktika o'ylab topadi. Bu safar u Germaniya elchixonasiga boradi va o'zini Ispan hukumati uchun ishlaydigan natsistlarga sodiq tarafdor sifatida namoyish etadi. O'sha paytda nemislarning Britaniyada ishonchli josus tarmog'i yo'q bo'lganligi uchun ular har qanday yordamni qadrlashardi. Puyol darhol ishga olinib, unga kod kitobi, ko'rinmas siyoh, 3000 funt sterling naqd va Londonga borib britaniyaliklarni josuslik qilish buyuriladi. Biroq u Londonga emas, Portugaliyaga ko'chib ketadi. U shunchaki o'zini Londondan xabar yuborayotgandek ko'rsatadi. Faqat Britaniya xaritasi va mahalliy kutubxonadagi sayyohlik qo'llanmasidan foydalanib, u o'zi borayotgan deb yozayotgan joylar va ko'rgan narsalari haqida hikoya qilishni boshlaydi. Masalan, Windermere ko'lida harbiy mashg'ulotlar va janubiy g'arbdan chiqib kelayotgan harbiy kemalar haqida. Harbiy kuzatuvlar orasida u oddiy shaxsiy tafsilotlarni ham qo'shardi. Londonda sayr qilishlari, mahalliy kafelarga kirishi yoki o'zini yomon his qilgan vaqtlari haqida.